Amerika pochta xizmati 1 oy oldin immigrant haydovchilarni saqlamoqchi bo'lishdi. Natijada nima bo'ldi bo'laysizlar akalar? AQSh pochta xizmati kontrakt bo'yicha ishlaydigan haydovchilar egalari bilan, ya'niki non domicile dokumenti bo'lmagan driverlar bilan vaqtinchalik ishlashni to'xtatib turishni qaror qilishdi, lekin natija kutilgandek bo'lmadi. Taqiqlar e'lon qilingandan keyin bir necha kundan keyin yo'nalish bekor bo'lib ketdi. Marshrutlar to'xtab qoldi. Pochta yetkazib berish juda ham jiddiy shikast ko'rishdi. USPS bu qarorni birdaniga voz kechdi, migrant haydovchilarga yana qaytib ishga ruxsat berishdi. Voqea shuni ko'rsatdiki, pochta xizmatida immigrant haydovchilarni juda ham qattiq tayanishini isbotini keltirib qo'ydi. Ya'niki immigrantlarni taqiqlash bu pochta tizimini buzish bilan barobarligini o'zligi fakti bilan qabul qilib olishdi. Yana qoyil qoladigan narsamiz o'zimizdan driverimizni yangi kirib kelishiga ozgincha vaqt qolganda fuelda muammo bo'lganda bori Actam Fuel kartasiga sirazi mijozlarni qo'llab-quvvatlash markaziga telefon qilib, professional yordam ko'rsatishdi, joyda hal qilishdi, muammosi hal bo'lib ketdi ekan. Lekin qoq 12 da, ya'ni yangi kirib kelganda ham farqi yo'q edi. Haqiqatan bir tasanno Actam Fuel kartasiga bir alohida bir respekt demoqchiman akalar, rahmat, ishinglarni barakasini bersin, gap yo'q sifatga. Logistika haqida yana ham ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsanglar, menga obuna bo'linglar. Yana ham qiziqarli informatsiya haqida bo'lishamiz.